Neşede bir ustala yükleken öyünü bastırış bo'yicha. Xudo xolasa esa hozir bize uyni shu utepleniya qilyapmiz. Tushuntirasiz. Kvadrat necha so'm, sifati, kачествоsi, mahsulotingizni. Bo'ldi. Hava. Esa Abiyda ketdikmi? shuningdek xizmatlarni so'rab beradigan yurtdoshlar bo'lsa, bemalol telefon nomeringizni qo'yasiz, aloqaga chiqaveradilar. Bo'ldi. Biz telefon nomerini koyamız-ku, abiyetler har kıl bo'lib turadidan, doğru mu ustada? Doğru. Tamam. Esa yuring esa. Ketdik mi? Tamam. Sar xudo xolasa abiyetdan geldik. Hozir şöyle iş jarayoni bilan tanishtirib ko'rsatib o'tamiz. Xudo xolasa. Obyektga geldik. Xudo xolasa ishini ko'raylik. Bana tarafımız ovozi bo'g'ilibdi, oqshom jolli qo'shiq aytgan o'xshaydimi, ha? Yo'q, jolli qo'shiq aytmadik hop. Sar xudo xolasa yuqoram diklandik. 3 aka. Shuningmi? Obyektga chiqdik, obyektga. Qanaqa bir ko'ramiz esa. İş kızgın gitdik-ku. Arena boramiz eldine. Yurkana. Usaka nima material bu endi? Parashokku bu? Bu gips, esasen gipsden bo'ladi bu. Gipsrol mahsulotimiz şu gips, sement, pena, mana şu mahsulotlardan Üçsünün karışması, doğru mu? Karışması, Üçsünün karışması. Kimyoviy moddalarga qo'shiladigan. O'shalar nesinde pena gipsrol mahsuloti hosil bo'ladi. Hosil bo'ladi. Pena gipsrol mahsulotimiz asosan şu tom ustini yopish uchun, ya'ni issiq sovuqdan asrash uchun mo'ljallangan mahsulot hisoblanadi bu. Buni qulayligi esasen issiq sovuq nasriydi. Eng qulay tarafi buni hamyonbop. 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 Endi durib turing, bir savol beraman. Misol hozir endi bu hozir biz obyektga keldik. Bir 5 etajli dom. Domning usti plita bilan zashta bo'lgan. Ustidan hozir pena gipsrol qoplanib turibdi, to'g'rimi? Qoplanib turibdi. Endi bir savolim bor. Siz hozir meni joyim endi undin bizniki og'och bilan bostirilgan. Samollay bo'lib, g'o'lagir bo'lib, nima bo'lib turibdi? Shuningdek bo'lib turibdi. Shuni shipir bo'lgan. Şunun üstünden bemalol ursa bo'lan bo'lmaymi? Bemalol uraverasiz. U oddiy yashaydigan xonadonlarimiz ham. Etib turibmiz hozir. Keyin domlarimiz ustidan ham etib turibmiz. Hozir misolda mana 5-etajda yashaydigan bo'lsa, 5-etaj tepada etajlarda yashab bo'lmaydi, bilsangiz. Mana 5-da yashaydigan hozir pastda yashaydi. Konditsioner kerakmaydi bular o'zi. Nima qilingandan keyin? Issiq sovuqni o'tkazmaydi. Yengil. Undan keyin yana bir eng asosiy joyi buni biz o'zi asosiy narsa buni garantiyasi 100 yil. Lekin biz 60 yilgacha garantiya beramiz buna. 60 yil garantiya. 60 yil garantiya. Yine bir savol, ne deymiz? Hozir eng sredniy konvertni kuyish razmeri necha santim bo'ladi bu? 7 cm, 10 cm. Lekin eng asosiysi 7-10 cm. Normativ, doğru mu? Kvadratınami, novsuna, santisinami, novsuna, misol xizmat haqqingiz novsundan gap chiqadi. Xizmat haqqi asosan shu kvadrat, keyin santimetrdan qarab. Kvadrat santimetrdan qarab. Misol asosan endi hozir yine shu Xorazm Info kanalidan kuzatadilar buni, xudo xolasa videoni qo'ysak. 10-20 bo'lsa 200 kvadrat bo'ladigan bo'lsa, misol 200 kvadratni misol narxincha so'm bo'ladi. Narxi kvadratına qarab turib 65 ming so'mdan 10 cm bo'ladigan bo'lsa, agar 7 cm bo'ladigan bo'lsa, ya'ni 7 cmlik bo'ladigan bo'lsa, u 45 mingdan 45 ming. İşi videomuzu görüp xudo xolasa manfaati bo'ladi degan umiddamiz. Men hozir o'zim ham uyimni shunday qildirjakman. Rustam ham hozir shunday adresga boraldi dedi. Shunday men ham hozir xudo xolasa o'zlarimiz uyni ham qilganda bu video jarayonini qilib o'tamiz. Avvalo shu xalqning manfaati uchun bir skidga, bir ozmoz nima qilib qo'yasizmi? Kelishtirib. Albatta. Bu narsalarimiz bor. Rejada tutilgan, ya'ni yuzaki ya 100% gaplar görüşüp gelişken holda qilsa bo'ladi. Bu endi buni hozir qotish koeffitsiyenti, misol hozir quygandan keyin necha minutdan keyin qotadi bu? 10 minutda уже ustidan bosib. Tayyor bo'ladi. Lekin 10 minutdan keyin, lekin bir haftaning ichida уже bu полностью qotadi bu. U hech qanaqa nima bo'lmaydi уже. Bu kun, yil oshgan sayin qotib boraveradi. O'zi nasi quvvatlanib boshlayveradi. Даже misol hozir endi qishloq joylarda misol onday g'ishchon nima qiladilar-ku, o'zlari shahardan misol yani ne deydi, sıçan, pıçan, ondan misal bunday narsalardan uji qoplab yuvish kerak, diqqat qildi. Hamma narsani yapadi. Umuman ya'ni issiq sovuqdan o'tkazmaydi, bu yonmaydan bundan keyin izolyatsiya bo'lib turadi. Izolyatsiya ham zo'r bo'ladi. Xususiyat ham ega. Ne, yong'indan chiqaradi bu? Yong'in. Yong'in umuman yong'indan противопожарный. Противопожарный, да. Hech qanaqa yonish narsa yo'q. Yomg'ir samg'ir ham o'tirmaydi, значит, ha? Üstüne benzin sepsiyizden yanmıyordu bu mesela. Tushunarli. Tak bunu o'zini prosta döşüy verasizmi ya terini taxlash kerakmi buni? Yetmasdan burun. Taxlab beradilar. Tamam. Bir ko'rsak bo'ladimi shuni? Hozir moment ustida turib. Mana hozir ish jarayoni ko'ramiz, ustodan ish jarayoni. Tamam.
Mana do'stlar. Hozir ishchi. Bir bachok. Shunday tarvon o'xshaydi, ha? Bu kompressor. Shunday kompressormi? Buni hozir Fatmayakni ham naglas kuylaram bu. Bu Shuncha qadar olmaymiz. ha, bo'sh. Quyatgan vaqtini chiqsa bo'ladi. Ha, bo'ldi. 10 santimetr mana taxtalarimiz bor, mana qo'ygan. Ha, Shularni qarab turib netlaveradi. razmer olinadi. Razmer olinaveradi. Aha. Bu nimasi bu? Bu nima bu? Ha, ishi narsami shu? Ha, o'zi shisha taqildi bunda. Oho. Hozir samonloy nima bo'lsa, shisha so'rab olmaymi buni? Yo'q, yo'q. So'rab. Mana keyin mana qalaxonalar bor. Ko'rasiz 5 metre qolgan qatadi. Ulan shu qazda qo'yildi. Oryan tarafang. Sağ. Ha, ya do'stlar, ya уже qatib başlatır bu. Tamam. Ho. Urganchdamiz. Bunday xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, Xorazm viloyati bo'ylab polni qilib berasizlar, Qoraqalpog'iston. Polni. Boshqa viloyatlardan Buxoro, Toshkent, farqi yo'q. Tushsa ketaveramiz. Havo, Kvadratlardan kelishib havo. chiqaveramiz havo. Telefonda gapiramiz. Telefon nomerlar ekranda yozib qoldiradilar, bemalol aloqa chiqaverasizlar. Xizmat faoliyatidan hozir danishaveramiz, ko'rishaveramiz. Ha. Ya penal ha? Penasi avam. Shuna nima qiladi bu? Ha, endi qarashmas. Gruntov kelsa bo'ladimi, ha? Gruntovga. Avam. Gruntov kelsa. 10 minutdan keyin ustidan chiqib dosib qoladi. 10 minutdan keyin ustidan dosib yuraveradi doğru. Yurg'onda rayonida. Buni yana boshqalardan ishlatsa bo'ladimi? Turchakda ishlatiladimi ya? Yo'q, neda? Kerak bo'lib ketsa bo'ladimi? Kerak ketsa bo'ladi avam. Morojniku. Sağ. Hozir texnologiyalar zo'r hozir, ustaman. Hamma sharoit bor. Paxta morojniy bo'libdi. Noldan misol joylar bo'ladigan bo'lsa, Ava. noldan. Faqat ina misol og'aç tashaladi-ku. Keyin bunday reyka tashaladigan bo'lsa, o'zi reykaning ustidan ham 10-15 santimetrga quyib boraveramiz. Aha. Kvadratına qarab. Yechim. Ava, volangir. Volangir demasa kerak. Yo'q, bu narsalar kerak emas. Do'risini quyib beramiz. Faqat keyini uyning egasi liba kilonka, liba folga bersa bo'ldi. Ha, folga 2 lonka. Ava, liba Işte folga bu pasa tushib ketmasligi Oqib ketmasligi uchun, ava. ha. qishsa volangir, ko'proq Shuni tomonlar kerak. rasxotini mini qilsa bo'ladi. Ava. И Plus tarafı ya o'tib issiq sovuqda Issiqam o'tkazmaydi, ava. Onu ishlatib bermaysizda. Ya lay chiqarib, Aha. saman chiqarib, yana un usta qilib, shuvoq atib, ya boshqa ishlatib Aa, bermaysiz. tushunarli. To'proq chiqarib, zdaniyani og'ratib. ko'p mehnat jalabat ya og'ochlari nag'ruzga tushirmang. Uyni o'tirish degan narsa bor. Shu, shu, shu. Yil o'tganda og'irligini qarab. Oo. Ana shu o'tirish bilan aytgan remontda bir kun bo'ladi inson. Bu bunda unday og'irlik ham Yo'q, og'irlik yo'q bunda. O'zi chishadi mana, hozir ko'rasiz, chishadidan qatib qoladi shu. Qatishlarni boshlaymiz. Aha. Buna ne qaraymi? Issiq, sovuq suv, pogoda. U pagoda qaramaydi. Qishdan ham ishlaveramiz. Nasi bor? Moroz qo'shiladi o'zi. Antimoroz qo'shiladi. Penasini o'zini. Tushunarli. hozir bir list bo'ladi-ku bu. Listning issisi misol nima bormi, bilmayman. Listning issisi. Issi umuman o'tkazmaydi sovuqni. O'zina hech qanaqa narsa bo'lmaydi, ta'siri bo'lmaydi. Aytganim 50 yil, 60 yil bemalol sizga xizmat etib beradi, hech qanaqa narsa muammosiz. Şagird alasizmi, yo'qmi? Shagird. Paket olamiz. Bor. Paket olamiz. Faqat o'rgatamiz. To'g'ri, o'zlaringiz hammasi kvadratini chiqarib, quyib bir ketasizlar. Hamma turmush xizmat uchundir. Mahsuloti, qo'lati, ishchoq hammasi ichida kvadrat, to'g'rimi? Hop. Bir kundan necha kvadrat ketadi? Endi bizda asosan 3 ta tochkamiz ishlab turibdi. Xivada bittasi Qozog'istonda ishlab turibdi. Kichkina brigadamiz bu yerda. Ha, Chunki kichkina ishga yetib qoldiqdan bu yerda.
Shunda zinach respublikamiz bo'ylab agar kimga shunday xizmat kerakadigan bo'lsa, aloqaga chiqaveradilar, bemalol o'zlaringiz gaplashib, xizmat haqqini ham faoliyatni ko'rsatib tanishtiraverasiz. Do'stlar, bon tarafı yana qatib ekani. Qonligi. O, qalinlik darajasi 10 cm bor bu. Aha. Uji qatgan, ba'zi quydiqdari. Ova. Uji qatib. Hech bilan. Qatgan bu. Sağ ol. Bastırmak yaman gidadi bu ha? Evet, çok kilo. Ekonom bo'ladi. Xudo xolasa endi hozir joy solib turganlarga taklif etamiz. Aha. Bemalol shu og'alarga chiqib, Yangi texnologiya. yangi texnologiya. Joyni og'irligi, ya'ni to'proq, samonlar italdan shart emas. Ova. Bemalol shu mahsulot taklif etamiz, aloqaga chiqaverasizlar. Ekranda nömrəni yaz qaldıramiz dostlar. Kimdə kim shuni xizmatlar kerak bo'lsa, telefonlashib gelishib olasizlar yani. Skidka bor deydi. Xorazm infodan ursanızlar, обязательно skidka bor. Katta obyekt bo'ladimi, kichkina obyektmi, ketaveradi. Tushundingmi axir? Bu materiallarni endi izlangizdan bo'ladi, ha? Evet, materialda sementi, penasi hammasi o'zlarimizdan bo'ladi. Xohlab berasiz. Bu kol deyizmiydi hechasi? Yo'q. Suv bilan to'q bersa bo'ldi. Suv bilan to'q. Kulenka o'zingizdan. Yo'q, kelinkiga ham qinetni qandasidan. Ha, kreditni nasidan? Hisobimdan. Tushunarli. Oba. Salom. Bachok. Shu ichine qarasa axir. Oba. Mene dostlar, o'zingiz gözleringiz bilan ko'rdingizlar. İşe sifat garantiya deydi. 60 yil dedimi? 60 yil dedingizmi? Tamam. 60 yil. Hisob. İzam kamida, ters so'z. Futbol ham o'ynasa bo'ladi ustida. Olamasa ham Uya zarari yo'q buni. Faqat foyda. Foydasi bor. Ana. Suv o'tkazmasa. Gap bo'lishi mumkin emas do'stlar. Kimda uyni bostiraman desa, uteplение qilaman desa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Ekranda nomerlar yoziladi. Prямо, nima deydi? Kurukchilardan deydi. Tushundingmi axir? Evet. Buni 3 sm, 2 sm sinchib bo'ladi. Ondan gelişemiz, tak 3 santimetre olan bo'lsa bir 25 ming so'mdan kvadratdan gelişemiz. Hamma narsasi o'zlarimizdan bo'ladi. Saqlab turaman axir? Tamam, so'q o'tkazmaydi, o'tkazib bo'ladi 100%. Bunda yukka raqam etsam bo'ladi? Yukka raqam bo'ladi, tamam. Pul ham arzonroq bo'ladi. Tamam, pul ham arzonroq bo'ladi. Ana do'stlar. Klient nesine qarab ishi berasizlar. Ish beramiz. Ana. O, Biroq aytadi, misol shuning doğumla bo'ladigan bo'lsa, o'zlarida kran ham bor ekanda, bu mahsulotlar misol 3-chi, 4-chi, 6-chi, 7-chi etajga chiqarish nagruzka-ku misol. Ava. Maxsus kranlarimizni o'zlarimizdan chiqaramiz. Mana shuning ichida bo'ladi. Shuning ichida deydi. İçinde bo'ladi. Endi kichik, yani 1 etaj, 2 etaj o'ylab bo'ladigan bo'lsa, ular o'zlarimiz qirallarimiz. Shuni izdilarda chiqaveradi. Ular chiqaramiz. Endi baland korpus doğumla bo'ladigan bo'lsa, o'zlarida maxsus kran ham bor ekan, misol joy qurishchilar bor-ku, joy bilan shug'ullanadiganlar bo'lsa, mana bular o'zlari xizmatini qilib beradi ekan. Shuning ichida axir. Shuning ichida ekan. Chiqarib, ustuna nima qilish, bular xizmatida ekan. Ana. Nima deymiz esa o'rtoqlar? Kommentariyada yozib qoldiringlar o'z fikringizni. Nima bo'laysiz? Bizlar ham muhim, deydi-ku. Yangi texnologiya o'rtoqlar ya. Murojaat qilaverasizlar. Do'stlar, oho. Yetmay yerlari urib qo'yaverasiz. Doldurib. Ava. Aha. Baqqatam üşündedim. Hisob. Hamma qo'limdagi ben ne oldu? Ana. Biz ham oz qolibdi-ku buni bitirishadi, to'g'rimi? Xudo xolasa 1-2 kunda bitirib chiqib ketaverasizlar. Aa, sen 2 saat. Sen 2 saat var. Mana do'stlar, asal shu bilan videomizni yakunlaymiz. O'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar kommentariyada, nima bo'lsa. Sog' salomat bo'linglar do'stlar. Ishingizlar rivoj. Пока.